Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 26-sentyabr kuni sertifikat imtihonlari aniq bo'ldi. Biologiyadan 26-kuni, 28-kuni kimyodan, undan keyin tarix, undan keyin matematika 29-kungacha bo'ladigan bo'lyapti. Hop, endi biologlarimiz, hozirgi abituriyentlarimiz juda hammasi shokda. Nimaga shokda deydigan bo'lsam, chunki hali 3 oy bor sertifikat imtihonlariga. Noyabrga hamma tayyorgarlik ko'rayotgandi. Ba'zi birlar kitoblarni tugatgan, masalalar tugatgan, endi sertifikat kitoblarga tushgandi. Lekin afsuski sertifikat imtihonlari noyabrda emas, sentyabr oxirida bo'ladigan bo'ldi. Ya'niki biz oldimizda 26 kun vaqtimiz bor. Xo'p, endi qanaqa o'quvchilar bunga topshirishi kerak degan savolga quyidagicha javob beraman. Xo'p, o'tgan yili sertifikatga topshirgansiz B+ yoki B darajada sertifikatingiz bor. Hozirgacha yana sertifikat gruppada boshqatdan tayyorlanib kelayotgan bo'lsangiz topshirish tavsiya beraman. Lekin yangi o'quvchi bo'lib o'tgan yil boshlagansiz yoki bir 6 oy yoki 4 oy oldin boshlagan sertifikatga topshirishni maslahat bermayman. Shunchaki o'zingiz ko'rib, bilib, hop amaliyotingizni oshirish uchun, ya'ni bilimingizni sinab chiqish uchun topshiradigan bo'lsangiz tavsiya beraman, lekin sertifikat katta ehtimol bilan katta natija qila olmaysiz. Lekin bir tarafi ham bor. O'tgan yili B yoki C+ sertifikat olgan, bir marta sertifikatga kirib chiqqan o'quvchilar topshirsa juda ham foydali bo'ladi. Nimaga deganda, rashk modeli chiqib ketadi va hokazo bo'ladi degan gaplar bor, lekin hali chiqib ketadi degan qaror chiqqani yo'q. Demak, mana shu bo'ladigan imtihonimiz rashk modeli asosida amalga oshadi. Shuning uchun rashk modelidan foydalanib, ya'ni yaxshiroq natija qilish xohlagan abituriyentlar topshirishni tavsiya qilaman. Lekin yangi boshlagan 3 oy, 4 oy, 5 oy, yarim yil bo'lgan abituriyentlar topshirishni maslahat bermayman, chunki natijangiz past chiqishi natijasida sizni o'qishga bo'lgan ishtiyoqingiz pasayib qolishi mumkin. Aslida topshirib, kirib, kuchingiz qanaqa darajada ekanligini bilib olish bu foydaliroq. Shunga ko'ra, holatga qarab, o'zingizni emotsional holatiga qarab turib topshirishni maslahat beraman.